بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh taologa behisob hamd va sanolar bo'lsin. Bizlarni islom bilan aziz qilgan, Qur'on bilan hidoyat qilgani va namoz ne'mati bilan sharaflagani uchun Robbimizga hamd aytamiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, ahli baytlariga, sahobalariga va ularning yo'lidan yuruvchi barcha mu'minlarga Allohning salovati va salomi bo'lsin. Avvalgi qismlarda namozning Me'roj kechasida farz qilingani, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozlari, sahobalarning xushuvi va namozning qalb uchun ozuqa ekanini haqida suhbatlashdik. Bugun esa namozning yana bir buyuk fazilati haqida gaplashamiz inshaalloh. Namoz gunohlarni qanday yuvadi? Birodarlar, hech qo'lingizga loy tekkan payt uni yuvasizmi? Yo yuvmaysizmi? Bir marta yuvganingizdan keyin ikkinchi marta yuvasiz. Kiyim iflos bo'lsa tozalaysiz. Xo'sh, qalbimizga har kuni tushayotgan gunohlarni nima bilan yuvamiz? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda go'zal misol keltirganlar. U zot dedilar: agar biringizning eshigi oldidan daryo oqib o'tsa va u har kuni 5 marta unda cho'milsa, tanasida kir qoladimi dedilar. Sahobalar yo'q, qolmaydi dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: 5 vaqt namoz ham xuddi shunday. Alloh u bilan xatolarni o'chiradi dedilar. Birodarlar, bu hadisni yuragimiz bilan eshitaylik. Namoz Allohning rahmati. Har safar tahorat qilib namozga turganimizda Alloh bizga yana bir imkoniyat bermoqda. Bir sahobaning savoli. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, qilgan gunohiga qattiq pushaymon bo'lganini aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undan namoz haqida so'radilar. Keyin Alloh taolo quyidagi oyatni nozil qildi. Astagfirullah. Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Albatta, yaxshiliklar yomonliklarni ketkazadi. Hud surasi 114-oyat. Ulamolar aytganlarki, bu yerdagi eng ulug' yaxshiliklardan biri namozdir. Lekin bu degani katta gunohlarga yengil qarash emas. Katta gunohlar uchun chin dildan tavba qilish lozim. Namoz esa insonni doimo Allohga qaytarib turadi va kichik gunohlarning kechirilishiga sabab bo'ladi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu. Bir kuni Usmon roziyallohu anhu tahorat qildilar. Keyin dedilar: men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni xuddi shunday tahorat qilayotganlarini ko'rdim. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganlarini rivoyat qildilar: kim men ko'rsatganimdek tahorat qilib 2 rakat namozni qalbini dunyo ishlariga chalg'itmasdan o'qisa, uning avvalgi gunohlari kechiriladi dedilar. E'tibor bering, faqat harakat emas, qalb ham namozda ishtirok etishi kerak. Siratdan bir lavha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinada sahobalarga namozni shunchalik yaxshi o'rgatar edilarki, ular azonni eshitishi bilan ishlarini to'xtatar edilar. Bozorda savdo qilayotgani ham, dehqonchilik qilayotgani ham, mehmon kutayotgani ham azonni eshitsa, avval Allohning chaqiruviga javob berishini ustun qo'yar edilar. Bu holat Qur'onda ham maqtalgan. Astagfirullah. Rijalul la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Ularni tijorat ham, oldi-sotdi ham Allohning zikridan
namozni to'kis ado etishidan va zakot berishidan mashg'ul qila olmas. Ular qalblar va ko'zlar iztirobiga tushadigan kundan qo'rqarlar. Nur surasi 37-oyat. Birodarlar, bu oyat faqat sahobalar uchun emas, bu biz uchun ham. Biz ham ishlaymiz, biz ham tirikchilik qilamiz. Lekin rizqni ish emas, Alloh berishiga iymon keltirsak, azonni eshitganda qalbimiz yengil bo'ladi. Bugun o'zimizga bir savol. Kuniga necha marta telefonga qaraymiz? 10 marta, 50 marta, 100 marta. Endi o'zimizdan so'raylik. Kuniga necha marta Robbimizga chin dildan yuzlanamiz? Namoz shunchaki farz emas. Bu Alloh bilan har kuni 5 marta bo'ladigan uchrashuvdir. Agar inson yaxshi ko'rgan kishisi bilan uchrashishni sog'inib kutsa, mo'min ham azonni shunday intizorlik bilan kutishi kerak. Bilol roziyallohu anhuning muhabbati. Bilol roziyallohu anhu uchun azon shunchaki ovoz emas edi. U har bir Allohu akbarni qalbidan aytar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin rivoyatlarda kelganidek, Bilol roziyallohu anhu azon aytish ularga juda og'ir bo'lib qoldi. Chunki har azonda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni eslar edilar. Bu muhabbatning belgisi edi. Birodarlar, biz ham azonni eshitganda nimani his qilamiz? Oddiy ovoznimi yoki Robbimizning chaqiruvini? Xulosa, namoz yuk emas. Namoz rahmat. Namoz gunohlarni yuvadigan ne'mat. Namoz qalbga hayot beradigan nur. Kelinglar, har bir namozni oxirgi namozimdek ado qilishga harakat qilaylik. Balkim bugungi sajdamiz Alloh taolo qabul qiladigan sajda bo'lar. Balkim bugungi duoyimiz hayotimizni o'zgartirar. Balkim bugungi tavbamiz jannatga olib boruvchi qadam bo'lar. Alloh taolo barchamizni namozni muhofaza qiladigan, xushu ado etadigan va namozni muhabbat bilan kutadigan bandalardan qilsin. Valhamdulillahi robbil alamin. Aqulu qawli hadha va astaghfirulloha li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.